أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. alloh taoloning iltifoti bilan sura oli imronning 72 oyatiga kelgan bo'ldik. Ilgiriki oyatlarda va bugun o'qigan oyatlarimizda shu ahli kitoblarning bo'limi yahudiylarniki qilmish etmishlari, bularning payg'ambar alayhissalomninki o'zlarining kitobidagi sifatlarini yoshirganligi haqidagi mazmunlar so'zlangan ekan. alloh taolo shundoq deydi: Estaizu billah. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Yani ehli kitaplardan bir taife şundaq deydi. Bu ayetning oldidagi 71 oyatda ehli kitap nima uchun haqni botilga aralashtirsizlar va bilib turib haqni, ya'ni Muhammad alayhisolamning kitoblaringlardagi sifatini yushirsizlar degan oyatni o'qidik. Hamda bugun o'qigan darsimizda ahli kitobdan bir turkumi mo'minlarga nozil qilingan vahiyga deganda iymon etinglar, kashqululqi yeni bilinglar. Shundoq qilsanglar, ular iymondan qaytishi mumkin. Faqat sizlarning dininglarga ergashganlargina ishoninglar dedi. Ey Muhammad, aytqinki, to'g'ri yo'l Allohning yo'lidir. Yahudiylar bir-biriga aytadi: birarsiga sizlarga berilganga o'xshash vahiy berilishdan yoki ularning, ya'ni musulmonlarning qiyomat kuni Parvardigoringlarning dargohida sizlar bilan munozirlashishidan, ya'ni munozirlashib sizlarni yengib qo'yishdan qo'rqib, faqat dininglarga ergashgan odamga ishoninglar. Dininglarda bo'lmagan hech odamning payg'ambarligini e'tirof qilmanglar. Agar sizlar Muhammadning payg'ambarligini iqror qilib, uning diniga kirmasanglar, bu qiyomat kuni sizlarga qarshi pokit bo'ladi. Ey Muhammad, aytqinki, fazl karam, ya'ni payg'ambarlik Allohning ilkididir. Alloh uni xohlagan kishiga beradi. Allohning fazli kengdir. Alloh hammani bilguchidir. وقالت طائفة من أهل الكتاب. Yani ehli kitaplarning içinde bir taife degan şu Yahudilarni demek ekan. Yahudilar ba'ziga shundoq dedi: Imo etinglar, imo etganlarga nozil qilingan narsaga, ya'ni Qur'on, imo etganlarga nozil qilingan Qur'onga demoqchi. Qur'onga imo etinglar kunduzining avvalida va kufrlik qilinglar uning oxirisiga. Shundoq qilsanglar ular la'allahum, ya'ni umidki ular mu'minlar qaytishi mumkin. Yani aşağı kısımlar özlerinin dinine qaytishi mumkin deb shundoq deyishdi. Yani bu güyanınki bütün maqsadi shu musulmonlarni dindan yandirish, bu yerdagi deyilayotgan gapda. Chunki ular deydiki, ma raja'a haula'i anhu ba'da dukhulihim fihi. Shular, ya'ni musulmonlar qaytmaydi u dindan, ular shu dinga kirgandan keyin dindan qaytmaydi. Halbuki ular ilim egalaridir. Yani aşı ahli kitapda özleri ilim egaleri turib ishlatyapti deydi. Faqatla ularninki dinning batılligini bilganligi uchun, dinning batılligini bilsa shu chaqib qaytadi. Yani ya li'ilmihim butlanahu degan o'zlarining dininki Yahudiylar o'zlarininki dinning batil ekanligini bilganligi uchun mushtaq deyapti deydi. Yani o'zlarining mushu nachar gapligini, o'zlarining dinning batil ekanligini bilganligi uchun. Va qalu aydan. Ular yine dediki: "Vela tu'minu illa limen tabi'a dinakum." İma etmanglarni tasdiq qilmanglar, faqatla sizlarning dininglarga ergashgan kishini tasdiq qilinglar. Limandagi lam ziyod ekan. Mushuni qarata Alloh taolo dedi: "Aytqinki ularga, ey Muhammad alayhisalom,
Hakikaten hidayet Allah'ın hidayetidir. Doğru yol Allah'ın yoludur. Yani o olsun İslam. İslam'dan başka barlık dillar azgın dillardır. Kul innel huda hudallah diye ma cümle kıstırımı cümle iken. Ve la tu'minu illa limen tebi'a dinakum degan cümle bilen ey yu'da ahadun misle ma utitum degan ma iki cümlenin o'rtasida kelgan kıstırımı cümle. Yani avlaninki shu gapga qarta bizninki sizlarning dininglar ergashgan odamning diniga ergashinglar degan bo'lgan ekan alloh taolo asli gapni deb ketib o'tib shuni qarta bilib qo'yinglarki haqiqatan to'g'ri yo'l Allohning yo'li bu islom dini Allohning haqiqiy to'g'ri yo'li deb ma gapni qistirib yani oxirgi boshniki boshqa gapning davomini demoqchi ay yu'ta ahadun misla ma utitum an yu'ta degan bi an yu'ta degan bo'ldi ekan bir kishiga sizlarga berilganning o'qishi berilishiga kitob hikmat fazilatlardan iborat mushta narsaning berilishiga degani va andiki an tu'minuninki maf'ul deydi an tu'mi va la tu'minu va la tu'minudiki va la tu'minuninki maf'ulun bisi an yu'ta bo'ldiki an yu'ta degan shuni maf'ulun bisi ya'ni berilishiga imo etmanglar degan bo'ldi. Yine har qanday bir kishiga sizlarga berilgan narsani o'qishiga berilishiga sizlarga berilgan vahiyning o'qishning berilib qolishiga ishonmanglar. Yine Muhammad alayhissalomga vahiy Alloh tarafdan vahiy kelganligiga ishonmanglar demoqchi bu odamni. Men mustasno minhu ahadun la illa liman tabi'adiki illa harf istisnoti ham harf istisnoninki mustasno minhu qaysisi ahadun deydi. Mustasno beshida keldi. Aslında mustasna minhu yani ikisinin o'rni almışıp qoldi demoqchi bu yerda. Mustasna ikkisi onun oldiga ilgari qilingan. Bu yerdagi ma'no nima desa la tuqirru bi anna ahadan yu'ta zalika illa man tabi'a dinakum. Ya'ni ishonmanglar, iqror qilmanglar har qanday bir kishiga osh vahiyning berilganligiga. Ishonmanglar faqat sizning dininglarga ergashgan chog'da ishoninglar deb munda dedi. Yuqori gaplarning hammasiningki ma'nosi mushu gapga hozir. Ev yuhaccukum yoki yani ev en yuhaccukum hujjat keltiramiz ular sizlarga ya'ni mo'minlarningki sizlarga parvardigoringlarning dargohida ya'ni qiyomat kunisi sizlarga g'olib kelishiga ishonmanglar chunki sizlarning dininglar eng to'g'ri din demada deganlik ekan yana bir qiroatda an deb o'qilgan edi أن بأي يؤتى أحد مثل ما أوتيتم يعني أن يؤتى دم دا أقول غانا مشيكن توبيخنن همس bilen yani özünü aşu bunu muşundan bulamdı dep ayıplaş tevbih maksadı var da onun yani ayyita'u ahadin mislahu tuqirruna bihi her qanday bir kishiga aş vahiyni o'qishning berilishini iqror qilamsizlar ashning ishlamsizlar deganlik bo'ldi ekan. Bunun qarta Allah Teala dedi, "Kul innal fadla biyadillah." Aytqanki Muhammed Aleyhisselam bu vahiyni va boshqa har qanday narsani Alloh taolo o'z xohlagan bandasiga beradi. Bu Allohning fazli, ya'ni Alloh taolo fazlini o'z xohlagan bandasiga beradi. Muhammed Aleyhisselam bilamdi. Muhammed Aleyhisselamdan ilgari nurg'un payg'ambarlarga vahiy tushagan. Shu fazilatni Alloh o'z xohlagan bandasiga beradi demoqchi. Ya'ni fazilat Allohning qo'lidadir. Berdi uni o'z xohlagan odamga. Famin ayna lakum annahu la yu'ta ahadun misla ma utitum. Hamda Yahudilarning gapi qarta sizlarga berilgan o'xshash vahiyninki har qanday bir kishiga berilmasi kerakdi degan bu gapni sizlar nereden topdinglar demoqchi. Vallohu vasiun alim. Alloh taolo vasiun, ya'ni nayati fazl marhamati ko'p zotdir. Alimun hammani bilguchidir biman huwa ahluhu shu fazilatga kimning loyiq ekanligini hammadan bekrek bilguchidir yaxtassu bi rahmatihi xos qiladi alloh taolo o'zining rahmatiga xohlagan odamni olloh buyuk fazlning egasidir yana ham shu yahudiylarningki nachar tabiatining jumlasidan
ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. In ehli kitaplarning ichida shunday bir odam borki, uningda ko'p mol omonat qo'ysangmi, sana uni qaytarib beradi. Ulardan, ya'ni ba'zi kishilarmi borki, uningda bir dinar omonat qo'ysangmi, uning beshida turmagicha, ya'ni qayta suylamagicha uni san qaytarib bermaydi. Bu shuning uchunki, ular ummiylarning meniga xiyonat qilsak, bizga gunoh bo'lmaydi. Ya'ni bizning dinimizda bo'lmaganlarning mollari bizga harom emas dedi. Ular bilib turib Alloh nomidan yolg'onni to'qiydi. Qintar degan malun kasir, inayet ko'p mol. Ba'zi odamlarga inayet ko'p molni, ko'p mol dunyoni omonat qo'yib qo'ysangmi, uni sana qaytarib beradi. Uning ishonchlik odam bo'lganligi uchun, omonatni saqlaydigan odam bo'lganligi uchun. Abdulloh ibn Salamga o'xshaydi. Omonat qo'ydi unga bir kishi 1200 uqiya oltinni omonat qo'ygan edi. U omonatni uningga vaqtida qaytarib bergan deydi. Va minhum va yana shu ahli kitobning ichidan shunday bir odamlar borki, agar uningga bir dinarni omonat qo'ysangmi, uni sen ado qilmaydi, qaytarib bermaydi. Uning xiyonatkor odam bo'lganligi uchun. Xiyonati. Faqatla uning tubida naati ching to'zgan vaqtida uni qaytarib berdi. Undan ayrilmasdan qayta suygan vaqtini qaytarib berdi demoqchi. Qachoniki undan ayrilib ketsang, famata fariqtahu ankarahu. Uni ketib, uni yenidan ketib qolsang, u tinib turib oldi uningga. Bu Ka'b ibn Ashrafga o'xshash mushta odamlarni, Yahudi. Uningga bir Qurayshi kishi bir dinar omonat qo'ygan edi, uning keyin tinib turib olgan. Deydi. Zalika. Yine bu Yahudilarninki mushtaq omonatni ado qilmasligining sababi nima desa, bi annahum qalu laysa alayna fil ummiyina sabil. Ular shundoq degan edi. Bizning ustimizga ummiylarga qarata, ya'ni arablarga qarata yo'l yo'q. Sabil degan gunoh bo'lmaydi. Arablarga qarata biz bunda qilsak gunoh bo'lmaydi deb qaraydi ekan. Listihlalihim ularning halol sanalganligi uchun o'zining diniga muxolif bo'lgan kishilarga zulm qilishni. Ya'ni o'zining dinini bo'lmagan kishilarga zulm qilsak halol bo'ldi deb qaraganligi uchun deydi. Mana shunday nachar tabiat va inson ekan bu. Va buni Allohning nomidan Allohga aysa nisbat bergan deydi. Alloh taolo bizga mushtaq qilishimizga yo'l qo'ygan deb Alloh taologa yolg'onni chaplayotdi deb berdi. Erta Alloh taolo dediki: "Va yaquluna alallohil kadhib." Ular Allohga yolg'onni aytadi. Oshini mushu gapni Allohga nisbat berganligida, ya'ni Allohga yolg'onni aytibotdi. Ular va hum ya'lamun. Yani ular o'zlarining ash yolg'on aytayotganligini bilib turdi deydi. Halbuki ular o'zlariningki ash yolg'on aytayotganligini bilib turdi. Bala man awfa bi ahdihi wattaqa. Balki ularning yani undaq emas, ularning ustiga arablarga qarata yo'l yo'q demoqchimdi. Kimiki o'zining ahdiga vafo qilsa, allazi ahada alayhi o'zira ahdlashgan, to'xtam qilishgan ahdiga vafo qilsa yoki bi ahdillohi ilayhi min adoil amonati va g'ayrihi. Alloh taoloninki omonatni ado qilish kerak va degan va undan boshqa uningga ahd qilgan shu omonatiga, shu ahdisiga vafo qilsa deganlik bo'lar. Mushtaqan odam vattaqo va Allohdan qo'rqqan odam gunoh masiyatdan tark etish bilan va toat ibodatini qilish bilan Allohdan qo'rqqan odam fa innalloha yuhibbul muttaqin. Yani Alloh taolo shunday kishilarni yaxshi ko'radi demoqchimdi. Ma fa innalloha yuhibbul muttaqinninki ma'nisidan man awfaninki javobi chiqadi. Yani Alloh taolo muttaqilarni yaxshi ko'radi. Buningda zohirni zimirni o'rni qo'yish va fa innalloha yuhibbuhum
deb zimir bilan keltirsin bo'ladi, lekin Alloh taolo mana oshkora ism bilan keltirdi demoqchi. Ya'ni yuhibbuhum bima'na yuthibuhum. Yani Alloh taolo ularga savob beradi deganlik. Endi Yahudiylar haqida tuvanlik oyat nozil bo'lgan deydi. Ular Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning sifatini almashtirib o'tgan chog'da va Alloh taoloning ularga Tavrat qilgan ahdisini e, almashtirib o'tgan chog'da yoki mushunda vaqtda nozil bo'lgan demoqchi. Yoki bu oyatning nozil bo'lish sababi bir kishi haqidagi qasam qildi yolg'ondan bir davoda yolg'ondan qasam qilgan yoki bir molni sotqanlikqa qarta qasam qilgan kishi haqida nozil bo'lgan deydi. Innallazina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirah ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Allohga bergan ahdini va qasamlarini ozgina badalga tegishadiganlar oxiratda Allohning rahmatidan hech qanday nasibiga erisholmaydi. Qiyomat kuni Alloh ularni xushal qiladigan so'z qilmaydi. Ularga rahmat ko'zi bilan qaramaydi. Ularni gunohlardan poklamaydi. Ular qattiq azobga duchor bo'ladi. Yashtaruna degan yastabdiluna, ya'ni almashtirib o'tganlar Allohning ularga qilgan ahdisini payg'ambarga imoya etish, omonat ado qilish haqidagi mushta ahdini almashtirib o'tganlar va o'zining qasamlarini ozgina badalga tegishadiganlar va aymanihim bi ahdillahi atbida mazir, ya'ni ularning Alloh taolo bilan qilgan qasamini yolg'ondan mushta qasam qilib almashtirib o'tganlar nimaga desa dunyoning ozgina puliga, dunyoning ozgina bir manfaatini ko'zlab mushta Allohninki ahdisini o'zgartib o'tgan insonlar oshular bo'lsa ularga nasibi yo'qdir oxiratda. Alloh ularga so'z qilmaydi, ularga g'azab qilganlikdan. Vala yanzuru ilayhim, ularga qaramaydi degan ularga rahmat qilmaydi, rahmat ko'zi bilan qaramaydi demoqchi. Qiyomat kunisi. Vala yuzakkihim, ularni poklamaydi. Ular uchun alamlik azob bordir. Alimun degan mu'imun degan bo'lar. Va inna minhum, haqiqatan ularning ichida, ahli kitoblarning ichida, ya'ni shunda bir firqa borki, shunda bir toifa borki, Ka'b ibn Ashrafga o'xshash. Yalvuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu min al kitab va ma huwa min al kitab va yaquluna huwa min indillahi va ma huwa min indillah va yaquluna ala Allahi al kadiba va hum ya'lamun. Ular tillarini to'lg'aydi kitobga. Ya'tifunaha biqira'atihi anil munzali ila ma harrafuhu. Kitobni o'qigan vaqtda nozil qilgan, aslidagi Alloh taolo nozil qilgan holatidan o'zgartib bunday o'qiydi demoqchi. Yatifuni buraydi o'zlari burmilgan narsaga. Aslidagi nozil qilgan holatdan, ya'ni o'zlari burmilib o'tgan, o'zgartib o'tgan holatga bunda opirdi demoqchi endi. Aslidagi nozil qilgan holati nima desa, payg'ambar alayhisolamning sifatlari va shunga o'xshash ahvollarni. Ashna tillarini to'lg'ab o'zlariniki havo yabisiga maskilg'ayaga opirdi demoqchi. Litahsibuhu deb o'qildi ekan. Ya'ni o'ylab qilishinglar uchun uni shu o'zgartib o'tilgan, ya'ni burumlangan holatini kitobning jumlasidan, ya'ni Alloh nozil qilgan asli holatdagi kitobning jumlasidan ekan deb o'ylab qilishinglar uchun mushtaq qiladi. Halbuki u kitobning jumlasidan emasdir. Yani Alloh nozil qilgan asli holatdagi kitobning jumlasidan emas. Va yaquluna, ular ya'ni deydiki, u Allohning tarafidan nozil bo'lgan asli holat mushu deydi. Halbuki u Allohning tarafidan emasdir. Yine bununki qıpqızıl yağın gep kelgen ta'kidlash uchun Alloh taolo takrorlab keltiryapti demeydi. Ve yekuluna alallahi'l kezibe ve hum ya'lemun. Ular Alloh taologa yolg'on aytadi, halbuki ular o'zlarining ashta yolg'on aytayotganligini bilib turdi. Demak, ahvollar hozir shu ahli kitoblarningki nachar qilmish atmishlarini so'zlab boryapti. Shuningdan biz
nimani bilib olaymiz desa, Allohning kitobiga qarata ilmsiz gap qilishning ig'ir gunohligini. Endi bu Qur'oni Karimda Alloh taolo e, zirzavarlarni as-soatini o'zgartirib o'tishdan men o'zim muhofaza qilaman deb va'da qilgandim. Shuning uchun bu Qur'oni Karimning Alloh nozil qilgan holatidagidan hech kim o'zgartirib o'tishga jur'at qilolmaydi. Qiyomat qoyim bo'lguncha Alloh taolo buni muhofaza qildi ekan. Lekin buning ma'nosini ashta qalaymoqdan tarafga to'lg'ab tafsir qilgan, ma'ni qilgan ashta insonlar chiqib turdi ekan endi. Bu ig'ir gunoh. Bu shu oyatlar shuning tushdi endi. Qavani vallohu a'lam. Alloh taolo hammaga manfaatli ilm ato qilsin. Va oxiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin. سبحانك اللهم بحمدك أستغفرك وأتوب إليك